Tan oling, Counter Strike'da bir marta bo'lsa ham sizga qarshi cheaterlar tushib jig'ingizga tekkan, lekin hech o'ylab ko'rganmisiz o'zi? Bu cheaterlar qanchadan beri bu o'yinda bor? Siz obuna bo'ling, hozir aytib beraman. Counter Strike'dagi cheaterlik muammosi o'yinning ilk yillaridayoq 2000-yillarda boshlangan. O'yinning ilk versiyalarida hatto murakkab dasturlar ham shart emas edi. Cheksiz o'q yoki o'lmaslik uchun oddiy konsol buyruqlarini aylanib o'tishning o'zi kifoya qilardi. Biroq o'yin ommalashgan sari barchaning asabini buzadigan dastlabki haqiqiy aimbot va wallhacklar paydo bo'la boshladi. Bunga qarshi Valve 2002-yilda o'zining birinchi VAC, ya'ni Valve Anti-Cheat tizimini shoshilinch ishga tushirdi, ammo tizim xom edi. Ba'zida texnik xatoliklar sababli to'g'ri o'ynaydigan toza geymerlar ham nohaq ban olib ketishardi. CS Source va CSGO davriga kelib vaziyat yanada chigallashdi. Yangilangan anti-cheatlar ham cheaterlar oqimini to'xtata olmadi. Oqibatda ishlab chiqaruvchilar muammoning bir qismini tomoshabinlar va geymerlarning o'ziga yuklab, 2013-yilda mashhur Patrol tizimini joriy qilishga majbur bo'lishdi. CS2 chiqqach esa Valve sun'iy intellektga tayangan yangi VAC Live tizimini taqdim etdi. Shundan keyin o'yinda umuman cheaterlar qolmadi. Siz oxirgi marta qachon cheaterlarga qarshi o'ynadingiz? Javobingizni izohlarda yozib qoldiring.